Bilasizlar, bu sezon sektor Ultimate Real'da top 1ga chiqib, birozdan yo'qolib qoldi. Maksimal videoni tarqating va like bosib qo'ying, ko'proq odam ko'rsin. Video oxirida esa sizga sovg'am ham bor. Xullas, bu sezon sektor pastdan yuqoriga ko'tarilib, top 1ga chiqdi va top 1ga chiqqaniga 2 kun bo'lmasidan ban olib ketdi. Va undan keyin esa yaqinda Marokko degani ham bor edi, pastdan yuqoriga ko'tarilib bordi va nihoyat top 1ga chiqqandan keyin esa ertasiga ban olib, u ham yo'qolib qoldi. Va o'tgan sezon esa To'fon Erondan o'tib top 1ga chiqqanda u ham ban olib yo'qolib qolgandi. Xullas, kim Erondan o'tib ketsa top 1ga, hammasi ban olib ketyapti. Faqat top 1da kim bo'lsa ham ban oladi, faqat Eron ban olmaydi. Bu tasodifmi yoki atayin qilingan narsami? Ha, bu atayin qilingan narsa. Biz ham banga ban bilan javob qaytarishimiz kerak. Bu safar aktiv ko'taradigan tarzda bo'lishimiz kerak. YouTube kanalimga qanday ban berish bo'yicha video qilganman, kirib bemalol ko'rsangiz bo'ladi. YouTube kanalimni Shohidek deb yozsangiz chiqib keladi yoki o'zingiz qanaqadir ban berishni bilsangiz, albatta berishingiz mumkin bo'ladi. Va video oxirida sovg'am bor degandim, ya'ni men Telegram kanalimda 20 ta real pastlik konkurs boshlaganman. Kanalda odam ko'p emas, sizda yutish ehtimoli juda ham yuqori. Naq 20 ta real pastdan bittasi yutib olishingiz mumkin. Va o'tgan konkursda yutganlarni ham tashlab qo'ygan, bemalol yozib ularga haqiqatan sovg'ani olganmi yo'qmi so'rab olishingiz mumkin bo'ladi. Telegram kanalim esa profil silgini topishingiz mumkin bo'ladi. Hammaga xayr.